Yumlaq nanning hikoyasi. Burunning burnusida o'rmonliqning yonidagi kichik bir uyda bir juft buvay va mo'may yashaydi ekan. Bir kuni buvay mo'mayga debdi: "Mening non yegim ko'p qoldi. Uyda un bo'lgan bo'lsa, sizlarga non sep beratdim", debdi mo'may. "Emsa biz ozroq bug'doy topaylik", debdi buvay. "O'g'ziga chiqib, yerni supurib baqsaq, ozroq bo'lsa-mu bug'doy chiqamiki?" "Bumu bo'lg'idek", debdi mo'may. O'g'ziga chiqib, supurgini elib yerdagi bug'doyni supurishga boshlabdi. Hamda bug'doyni tortib, un chiqaribdi. Tortib chiqargan unda xemir yo'g'iribdi. Shu xemirda nondan birini pishiribdi. "Mana nonmi pishib qopti. Non bek qiziq, birdam so'yib olsin", debdi mo'may. Hamda nonni deraza taktisiga qo'yib qo'yibdi. Birdamdan keyin deraza taktisi turgan non zerikib ketibdi. U aldinmay serilib takchidan o'ylig'i tushibdi. O'yildagi kichik yo'lni bo'ylab, dugilab o'rmonlikqa qarab qechib ketibdi. Non dugilab meng'ivasa, uningga bir to'shqon uchrab qopti. "Voy, non bakan-g'u. Men seni yeyibman non", debdi to'shqonchaq. "Yo'q, oldirma", debdi non. "Mening naqshamni anglab bo'lib, ana keyin yesangmi kechikmaysan." Shunda qilib to'shqonchaq quloqlarini dim tutib, nonning naqshisini anglabdi. "Men bo'lsam bir yumlaq non, o'g'zidagi bug'doydan mo'may un tartib salgan, meni qo'ygan tekchidan yugurab qechib olgan. Yomon bo'lsang, meni tutib baq." Non qechibdi. To'shqon anqirib bo'lguncha non shundoq tiz qechibdi. Dugilab o'rmonlikning ichida g'oyib bo'ldi. Endi mana nonga bo'ri uchrabdi. "Non, yumloq non, men seni yeyibman." "Yo'q, oldirma", debdi non. "Mening naqshamni anglab boqqin. Anglab meni yesangmi kechikmaysan." Shunda qilib bo'rimu nonning naqsini anglashga boshlabdi. "Men bo'lsam bir yumloq non, o'g'zidagi bug'doydan mo'may un tartib salgan, meni qo'ygan tekchidan yugurab qechib olgan. Yomon bo'lsang, qani menga yetishib boqqina." Non yana dugilab qechibdi. Bo'ri qo'g'lab tutolmabdi. Non o'rmonlikning ichida yana dugilab mengibdi. Endi kimga uchrabdi deb yiqinglar? Bir cho'ng ayiq. "Non, men seni yeyibman", debdi ayiq cho'ng ovozda. "Ayiq apandim, oldirmang. Men sizga bir naqsh o'qib beray. Anglab meni yesangizmi bo'ldi", debdi. Ayiqmi nonning naqsini anglashga boshlabdi. "Men bo'lsam bir yumloq non, o'g'zidagi bug'doydan mo'may un tartib salgan, meni qo'ygan tekchidan yugurab qechib olgan. Yomon bo'lsang, meni tutib baq." Non yana qechibdi. Dugilab ayiqning oldidan g'oyib bo'ldi. Endi nonga bir tulki uchrabdi. "Yaxshimisiz, non?" debdi hiylagar tulki. "Sizning degan go'zal-a? Oltindek rangingiz bor, yumloq badaningiz bor." Tulkining maqtishini anglab, non shundoq faxrlanib ketibdi. Xushalliqidan naqsha aytishga boshlabdi. Dal bu vaqtda tulki uningga oldirmay yaqinlashibdi. Azroq orliq qolganda tulki nondan so'rabdi. "Voy chiroyliq non, nima naqsh aytyapsiz? Men qiyirib qoldim. Quloqlarim yaxshi anglamaydi. Yaqinroq kelib aytib bergan bo'lsangiz bo'pti-kin." Tulkining gapini anglab, non dikkida sakrab tulkining bunining ustiga chiqibdi. Andan bo'sh ovozda naqsini yana boshlabdi. "Men bo'lsam bir yumloq non, o'g'zidagi bug'doydan Nom. Tulki bir saklabla
nonni tutib yeyvetibdi.